Bizni muolajalarni olsangiz, sizda xudo xolisa tiklanish, yaxshilanish juda ham yaxshi bo'ladi. Ancha yengil bo'lib qoldim. Sizdan battar shikoyatlari ko'p bo'lib kelgan bemorlarimiz ham bizni davolarimizdan keyin juda ham yaxshi yurishibdi. Hozir yotishlaringiz yaxshiroq. Bu yoqlarda og'riqlarimiz yo'q. Bu yoqlarda-chi? Yo'q. Yo'q-a? Bukilgan dori yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Bundachi? Yo'q. Yo'q, bel tinch. Ha? Birinchi kelgan kuningizni eslaysizmi? Og'rig'ingiz kuchli edi. Baqirgan bu birinchi. Og'riq yo'q. Yo'q. Juda ham yaxshi natija, chunki birinchi kunda ozgina ko'tardingiz, yo'q dedingiz. Bunaqa ko'tarib beraman. Oldinga egilingchi. Voy, malades. Zo'r. Yana qanaqasi? Eshitib keldim shularni, eshitib ko'rib keldim. Juda kuchli og'riq bilan kelganingiz, shu 10 kunlik davoni oldingiz, ahvolingiz qanaqa o'zgardi? Kelgan paytimda og'riq ancha kuchli edi menda. Ancha yengil bo'lib qoldim. Uxlash ham yaxshi bo'lib qoldi. Yurish masofalaringiz qanaqa o'zgardi? Yaxshi. Yuryapsiz-a? Mashg'ulotga chiqib keldim, do'konga borib keldim. Siz mana bizgacha boshqa joylargacha oldingiz. Ikkita joyda oldim. Undan qanaqa foyda bo'ldi? Rezultati uncha ham yaxshi bo'lmadi. Yaxshi bo'lmagani uchun mana shu yerga keldim. Sizdan battar shikoyatlari ko'p bo'lib kelgan bemorlarimiz ham bizni davolarimizdan keyin juda ham yaxshi yurishibdi. Grijalardan operatsiyasiz usulda qutulmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring va biz sizga davo muolajalari haqida ma'lumot beramiz.